Assalomu alaykum. Ismim Kamoliddin. Yoshim 21 da. Hozirda Farg'ona davlat texnika universitetida 3-bosqich talabasiman. Yoshlikdan dasturlashga bo'lgan qiziqishim tufayli va kursdoshimning tavsiyasi bilan Farg'onadagi Codial akademiyasiga o'qish maqsadida keldim va bu yerda turli xil kurslar orasidan front-end kursini tanladim. Front-end o'zi nima? Front-end bu biz kundalik ishlatadigan mobil ilovalar va veb-saytlarning foydalanuvchiga ko'rinadigan qismi bo'lib, bu quyidagi texnologiyalar: HTML, CSS, JavaScript va JavaScriptning turli xil zamonaviy kutubxonalari yordamida ishlab chiqiladi va bu kurs asosan kreativ va kuzatuvchan insonlar uchun tavsiya etiladi. Front-end kursini 7 oy davomida o'qidim va boshlanishida HTML va CSS texnologiyalarini yaxshi o'zlashtirdim, lekin JavaScript texnologiyasiga kelganda bir nechta qiyinchiliklarga duch keldim, lekin ustozimning tavsiyalari va o'z ustimda ishlaganligim tufayli kursni muvaffaqiyatli tugatdim va sertifikatni qo'lga kiritdim. Codial jamoasi o'quvchilarni rag'batlantirish maqsadida Codial Coin tizimini ishga tushirishgan va bu tizim shaxsan o'zim uchun ham o'z ustimda qattiqroq ishlashimga turtki bo'lgan. Codial Coin tizimi bu nima? O'quvchilar podkast ko'rishlari, kitob o'qishlari va o'z vazifalarini vaqtida qilishlari bilan ustoz o'qituvchi tomonidan coinlar bilan rag'batlantiriladi va bu coinlarni 2 oyda bir bo'ladigan auksionda qimmatbaho sovg'alarga almashishlari mumkin bo'ladi. Codial akademiyasida turli xil yo'nalishlarda backend, frontend, dizayn va kiberxavfsizlik yo'nalishlarida o'qiydigan o'quvchilar bir-birlari bilan tanishishlari va o'z startap loyihalari va turli xil real proyektlarda birgalikda ishlashlari mumkin bo'ladi. Shaxsan o'zim ham o'qish davomida o'z startap loyihamni boshlaganman. Bu loyihamning nomi Joybor loyihasi. Bu talabalar yotoqxonasini avtomatlashtirishga qaratilgan loyiha bo'lib, bu loyiha yordamida talabalar o'zlariga mos yotoqxonani topishlari va ariza yuborish orqali joy band qilishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, bu loyiha yordamida yotoqxona ma'muriyati ham yotoqxonani to'liq boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozirda biz bir nechta yotoqxonalar bilan gaplashib chiqqanmiz va ular loyihaga qiziqish bildirishgan. Kelgusi o'quv yilidan boshlab loyihamiz bir nechta yotoqxonada to'liq ishga tushadi. Keyingi loyiham Farg'ona davlat texnika universiteti qoshidagi 1-akademik litsey uchun yangiliklar sayti va admin paneli yaratib berganmiz. Bu loyihaning maqsadi litsey taqdim etadigan imkoniyatlar va litseyning natijalarini ko'rsatib turish va bu loyihamiz ham hozirda ishlab turibdi. Hozirda avtomaktab loyihasi ustida ishlayapmiz. Bu loyiha yordamida haydovchilik guvohnomasi olish maqsadida bo'lgan insonlar onlayn ta'lim olishlari mumkin bo'ladi va bu loyihada ular video darslar yordamida barcha qonun qoidalarini o'rganishlari va testlar yordamida imtihonga tayyorlanishlari mumkin bo'ladi. Hozirgacha birgina loyihamiz ortidan $2000 dan ortiq daromad qilganmiz va bugungi kunda ham bundan-da ortiq daromad qilish mumkin va buning uchun zamonaviy kasblarni o'rganish kerak va zamonaviy kasblarni o'rganish uchun Codial akademiyasini tavsiya qilaman. Ushbu natijalarga erishishimga ota-onamning menga bo'lgan ishonchi, ustozimning bergan chuqur bilimlari va Codial akademiyasining yaratib bergan sharoitlari sabab bo'lgan va bular uchun ularga kattakon rahmat aytaman.